O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida 2025-yil 4-sentyabrdagi 153-sonli farmoni ijrosini ta'minlash, shuningdek, xo'jalik operatsiyalarining shaffofligini oshirish, soliq xavflarini kamaytirish va qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hisob-kitoblarda raqamli boshqarish mexanizmlarini joriy etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 26-dekabr kuni 830-sonli qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, 2026-yil 1-yanvardan O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan tovarlarni aynan bitta yetkazib berish zanjiri bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i summasini hisobga olishda elektron hisobvaraq fakturalarni xavf darajasiga qarab real vaqt rejimida avtomatlashtirilgan tarzda tahlil qilish tizimi joriy qilindi. Bunda yuqori xavf darajasiga ega elektron hisobvaraq fakturalar bo'yicha birinchidan, ularning ulushi hisobot davrida rasmiylashtirilgan jami elektron hisobvaraq fakturalar sonining 10% dan oshmasligi, ikkinchidan, qo'shilgan qiymat solig'i summasi sotuvchi, yetkazib beruvchi yoki xaridor buyurtmachi tomonidan byudjetga to'liq to'langandan keyin hisobga olinishi nazarda tutilishi belgilangan. Ushbu belgilangan tizimni joriy qilishdan maqsad birinchidan, qo'shilgan qiymat solig'i zanjiridagi uzilishlarni minimallashtirish, soxta elektron hisobvaraq fakturalarni aniqlash, soliq munosabatlarida soliq to'lovchilar kontragentlarni tanlash chog'ida lozim darajada ehtiyotkorlik qilishga imkoniyat yaratish, qo'shilgan qiymat solig'iga oid huquqbuzarliklarni oldini olish imkoniyatlarini oshirish. Tizimning ishlash tartibi. Birinchidan, sotuvchi tomonidan elektron hisobvaraq fakturalar shakllantirilganda, uni xavf darajasi baholanadi. Fakturani xavf darajasi har qanday holatda ikkita toifaga ega bo'ladi: yuqori xavf, qizil yoki xavfi past, yashil. Ikkinchidan, xavfi yuqori bo'lgan elektron hisobvaraq faktura bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i xaridor tomonidan hisobga zachotga olinmaydi. Ushbu elektron hisobvaraq fakturadagi qo'shilgan qiymat solig'i byudjetga sotuvchi yoki xaridor tomonidan to'langanda elektron hisobvaraq faktura yashilga aylanadi va hisobga olish imkoniyati yaratiladi. Uchinchidan, qizil elektron hisobvaraq fakturalar bo'yicha hisobga olinmagan qo'shilgan qiymat solig'i keyinchalik sotuvchi tomonidan byudjetga to'langan taqdirda mutanosib ravishda birinchi yozilgan elektron hisobvaraq fakturalardan boshlab ketma-ketlikda FIFO usulida yashilga aylantiriladi. To'rtinchidan, hisobot davri uchun elektron hisobvaraq faktura yuqori xavf darajasi oldingi hisobot davrida rasmiylashtirilgan jami elektron hisobvaraq fakturaning soni va summasining maksimal 10% dan oshmaydi.